O'zbekistonda YouTube bir Minecraft server ByteDance taqdim etadi. Bytepixel, Bedwars, Anarchy va Survival. Bularning barchasi ByteDance'da. Vyjvaniya rejimiga kiring va quvnang, o'ynang. Bu yerda har xil joylar bor va PvP maydonchasi ham mavjud. Bu yerda PvP qilib, boshqalarning broniyalarini va narsalarini olishingiz mumkin. Va bu esa anarxiya rejimi. Anarxiya rejimi ham ancha ajoyib. Bu yerda ko'plab do'stlar orttirib, birgalikda kuchayishingiz mumkin. Minecraft, lekin daraja oshgan sari resurs paklar alishib boradi. Hello obunachilar, bugungi videoda sizlar bilan Hexo. Bugungi videoda biz sizlar bilan Minecraft, lekin daraja oshganda sari har xil resurs paklar almashib boradi. Xullas, videoni boshladik-ku. Xo'sh, birinchi albatta Vyjvaniya daraxt chopishdan boshlaymiz. Ana chopib bo'ldik. Xo'sh, endi bularni doskaga aylantirib olamiz. Xo'sh, endi bizga doimgidek vestak yasab olamiz. Xo'sh, vestak tayyor. Vestakni olamiz. Bu yerga esa vestak. Xo'sh, yasab bo'ldim. Endi biz pastga tushib, biroz toshlar olib olamiz. O'shani olib bo'ldik. Endi bularni yig'ib olamiz. Endi esa tepaga. Bu toshlardan o'zimizga aslahalarni yasab olamiz. O'shani yasab bo'ldik. Bu yoqqa turaversin. Xo'sh. Endi vestakni o'zimizga olib olamiz. Endi biz daraja oshirishimiz kerak. Ko'mir topamiz, moblarni o'ldiramiz. Shunday qilib darajani oshirib, boshqa resurs paklarni ham ko'ramiz. Mayli, yana yurishda davom etamiz. Xo'sh, kuchukmi? Qani boraylik chog'diga. Afsuski, menda suyak yo'q-da, bo'lmasa bu kuchukni boqib olgan bo'lardim, lekin bu kuchukdan daraja olish mumkin. Daraja ozgina berdi. Sigir ikkita ekan, bularni ko'paytirishga hozir ilojim yo'q, lekin menga daraja kerak va ovqat ham. Xo'sh, buni ham chopib olamiz. Ana bu sigir. Yo'q, qochib ketdi. O'ldi. Xo'sh, menga birinchi darajaga yetishimga ozgina qoldi. Xo'sh, mayli, davom etamiz yo'limiz. Graviylik biommi bu yer? Graviyni ham alohida biomi bormikan? Qani tepasiga chiqib ko'ramiz. Qo'yil, bu yerda hamma narsa graviydan ekan. Hamma yo'q graviy bo'lib yotibdi. Bu yerda albatta jashkalkani ana u qorin narsasi bo'ladi-ku, o'g'ilga o'xshagan o'shanaqani aniq topish mumkin albatta. Xo'sh, videoda davom etamiz. Ana bizni ko'mirlarimiz, qani let's go. Bularni esa endi kablab olamiz. Xo'sh, buni endi olamiz, olindi. Xo'sh, men birinchi darajaga yetdim. Endi menimcha resurs pak alishadi. Resurs pak alishdi. Bu resurs pakning nomi adashmasam Barebones yoziladi. Xo'sh, yana o'g'il. Qani uni ham kavlab olamiz. Let's go. Xo'sh. Men ikkinchi darajaga yetdim.
Xo'sh, menimcha video unchalik ham uzoqqa cho'zilmaydi. Mayli, keyingi videolarda sal uzunroq qilishga harakat qilaman. Endi yana shaderni adashib ketdim. Resource packni alishdamiz. Let's go. Xo'sh, mana alishdi. Bu qanday Minecraft bo'ldi? Yo, 2 pikselmi bu? 2 piksel. Yo'q. No. Menimcha meni resource packlarim orasida eng yomon shu bo'lsa kerak. Lekin bu o'ziga yarasha qiziqarli joyi bor buni ham. Men endi narsalarni nomiga qarab ajratib olaman. Uni rasmiy emas. Mayli, Vyjvaniyada davom etamiz. Menimcha 2-darajadan 3-darajaga o'tish juda ham qiyin bo'lib ketsa, ancha qiyin bo'ladi menga. Chunki 2 piksel bilan o'ynash juda ham qiyin. O'ynasa bo'ladi. Bu anetda qo'ylar bor ekan, men darajam esa 3 ga yetay deb qo'ygan. Qaysi bu tapurmi? Kamenniy tapur. Ya'ni toshlik tapur. Xo'sh, bu qo'ylarni o'ldiramiz. Albatta, men bunday darajada qolib ketishim mumkin emas, chunki bu juda ham qiyin. Mana bu basharamni qaranglar. Hatto qo'limni ham to'liq tasvirlay olmagan. Mayli. Xo'sh, qo'yni chopamiz. Hatto qo'yni bashirasi yo'q ekan. 3-darajadaman deyapti. 3-darajaga yetdim. Oy bechora qo'y. Seni ota-onangni o'ldirdim. Afsus. Seni esa tirik qoldirmayman bu yoqqa. Yaramas. Seni ham yo'q qilaman. Yaramas. Tomog'ingni qanday ovqat o'tdi, ota-onang o'lsa. Ahmoq. Mayli. Xo'sh, endi men keyingi resource packga o'taman. Xo'sh, mana keyingi resource pack. Bu menimcha Bedwars resource pack'i, chunki o'zim Bedwars o'ynaganimda shu resource packni ishlataman. Resource pack deganda aynan men ishlatadigan resource packlarni orasida alishadigan randomlisi shundan iborat bu video. Xo'sh, qaranglar, mana bu animatsiyalarini yozilish. Ular normalni. Mana daraxtni ham chopib ko'rsataman. Yaxshi, ancha normalniy resource pack. Bedwars o'ynagani. Bedwars o'ynayotganda bu yerlar brakroq ekan. Bedwars o'ynayotganda albatta sizlarga tiniq grafika kerak bo'lmaydi. Sizga tezlik kerak va FPS kerak bo'ladi. Shuning uchun men shu resource packdan foydalanaman Bedwars o'ynayotganda. Shuning uchun endi xulosda Vyjvaniyani davom ettiramiz. Siz esa videoga like bosib qo'ying, albatta. Xullas, biz darajani oshirishimiz kerak yana. Xo'sh, menimcha bizda yana bitta resource pack qoldi. Shuning uchun darajani oshirishni biroz qiyinlashtirishim kerak. Osongina tezda tugab qolmaslik kerak deb video to'g'rimi? Chunki video qiziqarli va uzoqroq bo'lishi kerak. Men bunga juda ham harakat qilyapman. Video qiziqarli va uzoqroq, mazmunli bo'lishi uchun. Xullas, shuning uchun videoni ko'ravering. Xullas, normal. Men mod topishim kerak yoki bironta narsa. Xo'sh, men o'zimga hali asli ham yasab olganim yo'qda. Mana bu kirkani qaranglar. Yaxshigina. Xullas, bo'ldi. Ana bu xodmi qanday joy edi? Borib ketaylikmi? Qani ketdik, let's go. Bu yerga kelib ham oldim. Ichiga kirib kiramiz. Mana bu qo'yni yunglarini qo'yib, bu yerga chiqib olamiz. Xo'sh, bu yer normal emas. Bu yerga kirish uchun menga faker kerak. Men vestak ham bor, palka ham bor. Yo'q, palka bir ekan, bo'ldi. Demak, biz o'zimizga faker yasab olamiz. Xo'sh, bu yerga Google va fakerni olamiz. Xo'sh, menimcha yodida oladi. Bu yerga bitta qo'yib qo'yamiz. Bu yerga bitta har xil moblar chiqib meni o'ldirib tashlasa, shuncha qurgan narsalarim yo'q bo'ladi va men oldingi darajamga qaytib qolaman. Mayli, bu yerda hech narsa topa olmadim. Normalroq pastga tushishim ham mumkin, lekin u yerlar menga yoqmayapti. Negadir ko'nglim tusamayapti u yerlarni. Xullas, mayli, orqaga qaytaveramiz.
Xo'sh, kech ham tushib qolibdi. Mayli. Hozir videoni pauza qilib, ertalab qilib yuboramiz, chunki bizga resurs paklarini qandayligini ko'rish uchun bu video xullasda. Oppa, ana ertalab ham tushdi. Xo'sh, biz vyjvaniyani davom ettiramiz. Qani, let's go. Yo, baby. Ketdik, davay. Bu yerlarda menimcha o'tolmayman. O tovuq ovozimi? Menimcha u chap tomondan, chunki meni naushnikimga chap quloqimga eshitdi desam, bu yerda ekan, to'g'rida. Va men buni chopaman. O 3,5 daraja deyarli. Buni ham chopsam, yana bitta bor ekan. Yoki chapishdalikni bularni ko'paytirsak, bolasidan ham tushsa kerak menimcha. Buning uchun menga 2 ta urug' kerak. Don. Shunday paytda urug' chiqishi yomon qiyin bo'lib ketadi. O ana bo'ldi. Topildi pshenisa urug'i. Kelinglar tovuqlar, kelinglar. Men sizlarni boqaman. Senga bitta, senga. Oy, yo, bebe. Jo'jacha paydo bo'ldi. Endi bu jo'jani chopamiz. To'xta, qayerga qochibsan? Yo'qqa kelmay, sen nega spam qilding? Yaratdim. Hayotga kelishingga men sababchiman. Men tovuqlarni chopib bo'ldim va men deyarli 4-darajaga o'tay deb qoldim. Nu yana harakat qilamiz 4-darajaga o'tishga va men videoni to'xtataman 4-darajaga o'tganimda. Va sizlarga 4 ta resurs pakni ko'rsatgan bo'laman. Mayli, davom etamiz, let's go. Xo'sh, boshqa joylarni ham aylanib kelamiz. Mana bu lamalarmi? Agar men hozir bularni ursam tupurishadimi hammasi yoki bittasi tupuradimi? Bittasi tupurar ekan. Bittasam bitta tupuradi. 4-daraja. Hammani sizlarga hammasini o'ldirmay. Yo, bolalarni o'ldiraman. Yo, voy, qoch. Menimcha ota-onasi bo'lsa kerak. Qochib qol. Meni ochlik shahbalan kam qolibdi. Xo'sh do'stlar, men sizlarga endi keyingi resurs pakni ko'rsataman. Oppa, mana keyingi resurs pak. Bu qanday resurs pak? 4 ta pikseldan iboratmi? Hozir sanab ko'ramiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. 1 2 3 4 ta. 4x4 resurs pak ekan. Normalni har holda 2x dan ko'ra, chunki unda umuman narsalarni ko'rib bo'lmaydi. Normalni, lekin obunachilar, bu resurs pakda vyjvaniya qilish nasib qilinmagan ekan. Sizlarga mana buni chopib ko'rsataman. Ana, ko'rdinglar? Mana ko'rdinglar. Ular vyjvaniya qildi bunda. Xullas, kanalimga obuna bo'linglar, videoga like bosinglar. Xullas, ByteDance serveriga ham kirib qo'yinglar. Yo'q, kirmanglar, u yerda o'ynanglar va kuchayinglar. ByteDance serverida kuchayish haqida ham videolar chiqarishimni xohlasangiz, videoga like bosib qo'yinglar. Hammaga xayr.